Assalomu alaykum kanal muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda osongina tort tayyorlaymiz. Yumshoq mayin chiqadi. Bu tortning nomi Молочная девочка. Bu tortga biskvit tayyorlab o'tirmaysizlar. Mana hozir o'zingizlar ko'ringlar, oson tayyor bo'ladi. Demak, boshladik. Bu tort uchun birinchi quruq masalliqlarni tayyorlab olamiz. Bizaga 200 gram un kerak bo'ladi hamda 2 choy qoshiqda kabartma solamiz yoki razrыхлитель. Aralashtirib olamiz. Quruq masalliqlarni chetga olib qo'yib turamiz. Bundan tashqari bizaga eritilgan sariyog' kerak bo'ladi. Sariyog'ni eritganingizdan keyin tortinglar tarozida. Ana shunda 70 gram chiqishi kerak. Hozir esa chuqur idishga 2 ta tuxumni chaqib olamiz. Tuxumlarni bilasizlar, eng yirik tuxumlarni ishlatamiz. Bir chimdim tuz sepamiz. Bundan tashqari bizaga bitta banka sgushonoye молоко kerak bo'ladi. Tuxumni yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Bu tortni korjlarni tayyorlash uchun mikser bo'lishi shart emas, venchikda ham tayyorlasanglar bo'ladi. Demak, tuxumni yaxshilab ko'pirtirib olganimizdan keyin sgushonoye молокоning bitta bankasini quyamiz. Bitta bankasi 370 gram bo'ladi. Hammasini quyib olamiz. Mana endi yaxshilab aralashtiramiz. Mikserda yoki venchikda. Eritilgan sariyog'ni quyib olamiz, mikserlashni davom ettiramiz. Bitta massaga kelib oldi. Hozir mikserni to'xtatamiz. Quruq masalliqlarni solamiz, demak, un bilan kabartmani. Buni ham mikser yordamida aralashtiramiz yoki venchik yordamida aralashtirib, bitta massa qilib tayyorlab olamiz. Xamir tayyor bo'ldi shu bilan. Bizaga bundan tashqari hozir 6 ta piyolalar kerak bo'ladi. Mana yaxshilab bitta massaga keltirib olganimizdan keyin piyolalarga teng baravar qilib quyib chiqamiz. Xamir quyuq suyuqligini ko'rib oldinglar, mana shunaqa bo'lishi kerak. Hozir piyolalarning ichini ozgina yog' surib yog'lab olamiz. Xamirni quyayotganimizda ko'zimizda chamalab turib quyuramiz. Bir xil me'yorda bo'lsa bo'ldi. Men bunaqa 6 ta teng bo'lakka bo'lib olishim sababi ko'zlarimiz bir xil chiqishi uchun. Demak, bo'lib oldik. Hozir duxovkani yoqib qo'yamiz. Pergament qog'oz tayyorlab olamiz. Dumaloq shakl chizib chiqamiz. Men hozir qopqonni ishlatdim. Qopqonni o'lchasam diametri 21 sm ekan. Demak, ko'zlarimiz pishganda уже 22 sm bo'ladi. Qog'ozni yog'ini buyog'ini o'giribman. Mana orqa tarafiga o'girsam, dumaloq chizgan shaklim ko'rinmadi. Endi majburman chizgan tomonimga xamirni quyamiz. Xamirni quyib tekislab olamiz. Shpatel yordamida tekislaymiz. Ana shu dumaloq shakl bo'yicha tekislab olamiz. Hozirgina aytib o'tdim, duxovkani yoqamiz deb, duxovkani 170-180 ga yoqib qizdiramiz. Xamirlarimizni quyib, mana bunaqa tekislab bo'lganimizdan keyin duxovkaga joylashtiramiz. 8-10 minutdan pishirib olamiz. Piyolalarni yog'lab olganimiz yaxshi bo'ldi. Xamir osongina ajralib tushyapti piyoladan. Pergament qog'ozni ehtiyot qilib listga joylashtiramiz va boya aytganimdek 8-10 minutdan pishirib olamiz. 8 minut bo'lgandan keyin qaranglar, duxovkani ochib, qizarib to'q rang bo'lib ketmasin. Ochroq bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Tortingiz chiroyli chiqadi. Juda ham tez soviydi va pergament qog'ozdan osongina ajralib chiqadi. Bunisi esa ikkinchi listimiz. Buni ham joylashtiramiz, 8-10 minutdan pishirib olamiz. Birinchisi mana sovigandan keyin pergament qog'ozdan ajratib olamiz. Keyingi qolgan yana 2 ta piyola qoldi. Ana shuni mana shu pergament qog'ozda pishirib olamiz. Juda ham oson, tez pishadi. Mana bir pasda 8 minut o'tdi, pishib tayyor bo'ldi. Mana shunaqa och rang qilib olinglar. To'q qizil bo'lib ketib qolmasin. Hozir bu nonlar 8 minutdan pishib chiqyapti. Gohida duxovka yaxshi qizimagan bo'lsa 10 minutdan pishadi. Ko'rishlarni mana orqa oldini sizlarga ko'rsatib beryapman. Hozir esa krem tayyorlashga o'tamiz. Bizaga 750 gram suyuq qaymoq kerak bo'ladi. Qaymoq albatta muzdek bo'lishi kerak. Men slivki ishlataman. Qaymoq ishlatsanglar 40-45% bo'lishi kerak. Slivki 35%. 250 gram sgushonoye молоко quyib olamiz. Mana hammasini tarozida o'lchab quyib sizlarga ko'rsatib beryapman. Hozir esa mikserlashga o'tamiz. Birinchi past skorostda boshlab, keyin tezlatamiz.
Qaymoqli krem juda ham tez tayyor bo'ladi. Iz tushishni boshlagandan keyin to'xtatish kerak. Hozir birinchi iz tushishni boshlaganda hali krem suyuqroq bo'lganda men ozgina maskarpone qo'shaman. Xohlasanglar krem chiz, tvorojniy sir qo'shishinglar mumkin. 100 grammgina qo'shamiz. Maskarpone bu supermarketlarda bor, O'zbekistonda ham bemalol sotib olishinglar mumkin. Yoki bo'lmasam hozirgina aytganimdek krem chiz yoki tvorojniy sir. Labneni nazarda tutib aytyapman. Mana endi ko'pirtirib kremni oxirigacha yetkazib qo'yamiz. Hozir quyuqqina shunaqa chiroyli krem bo'ladi maskarpone bilan. Men ilgari ham shu tortni tayyorlab ko'rsatib berganman. Mana bu rasmini sizlarga ko'rsatyapman. Buni 5 yil oldin videosini qo'ygan ekanman. Mana shu tortda ham maskarpone qo'shib turib sizlarga ko'rsatib bergan ekanman kremni. Demak, kremimiz tayyor bo'ldi. Endi tortni yig'ishga o'tsak ham bo'ladi. Birinchi kojni joylashtiramiz. Kojlarimiz 6 ta piyolaga bo'lib olib, 6 tasini ham pishirib oldik. Krem quyamiz va tekislab olamiz. Iloji bo'lsa kremni ham 6 ga bo'lib olinglar. Faqat 6-chisi 2 barobar ko'p bo'lishi kerak, chunki uni yonlariga ham surib bezatamiz. Mana ikkinchi kojni joylashtirib olamiz. Ikkinchi kojni ustidan ham krem quyamiz, tekislab olamiz. Kojlarimiz juda ham yumshoq chiqqan. Tortni haligi xolodilnikka qo'yib muzlatganingizda ham yumshoq turadi noni. Keyingi nonni qo'yamiz. Mana shu tarzda nonni joylashtiramiz, krem suramiz, tortimizni yig'ib olamiz. Biskvitim o'xshamadi, cho'kib qoldi degan pazandalarga aytamanki, uy bekalariga mana shu tortni tayyorlang. Bu juda ham o'xshab chiqadi. Nonlari yumshoq chiqadi. Kremlari me'dangizga tegmaydi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Men oxirgi marta 5 ta tuxumdan iborat biskvit videosini qo'yganimdan beri kommentariyalar kamayib qoldi. Biskvitim o'xshamadi degan. Ana shu biskvitni tayyorlab qaytanga ko'plarda o'xshab chiqyapti. Ilohim hammada o'xshasin. Demak, ekranda ko'rib turibmiz, ustini krem bilan qopladik. Endi yonlarini krem surib qoplayapmiz. Birinchi kremni surib olib, tekislab olamiz. Keyin yana ikkinchi qavat kremni surib turib, yonlarini, ustini tekislaymiz. Tortni kremlarini tekislab bo'lganimizdan keyin tortimizni 4 soatga xolodilnikka qo'yamiz. Xolodilnikdan olish vaqti yaqinlashganda shokolad eritamiz. Suv hammomida shokolad eritamiz. Demak, bizaga 50 gram qora shokolad kerak bo'ladi. Hamda 30 ml qaymoq quyamiz yoki sut quyamiz. Shokoladni suv hammomida eritib olamiz. Ko'rasizlar, aralashtirasizlar. Agar shokolad quyuq bo'lsa, quyuq erigan bo'lsa, 1 osh qoshiq sgushonoye moloko quyamiz. Men doim aytganman, ham aytib kelaman, 1 osh qoshiq sgushonoye moloko quyib yuborsanglar, shokoladinglar yaraqlab chiqadi. Yartillab turadi. Mana suyuldi, shokoladimiz tayyor bo'ldi. 4 soat vaqt o'tgandan keyin xolodilnikdan tortni olamiz. Konditer qopchaga shokoladni iligandan keyin quyib olamiz va tortni atrofidan quyib chiqamiz. Tomchilar quyamiz. Mabodo konditer qopchasi bo'lmasa, kichkina qoshiqchada quysanglar ham bo'ladi. Sekin astalik bilan shokolad iligandan keyin chetidan quyib chiqasizlar. Tortimizga tomchilarni quyib chiqqandan keyin ustini rezavor yoki mevalar bilan bezatib chiqamiz. Men har doimgidek malina yaxshi ko'raman, malina bilan bezataman. Demak, yana bir gapni aytib o'taman. Dasturxonga tortni tortmasdan yarim soat oldin shokolad quyishni boshlaymiz. Mevalar yoki rezavorlar bilan bezatamiz. 15 minut xolodilnikka qo'yamiz, sababi shokoladni qotib olishi uchun. Ana shundan keyin olib turib, tortni dasturxonga qo'yamiz, kesamiz. Qaysi tadbirga tayyorlargan bo'lsanglar, bilib olinglar, yarim soat oldin shokolad quyasizlar, mevalar bilan bezatasizlar. Shunda mevalar qotib, tirishib, birishib, qurib qolmaydi. Malinalarni yoniga nimadir yetmagandek bo'ldi. Mayda baychalardan joylashtirib chiqdim. Albatta, baychalarni yuvib, artdim har birini. Tortimiz tayyor bo'ldi. Boya aytganimdek 15 minut xolodilnikka qo'yib oldik.
Endi tortni kesib bo'lakda ko'rsatib beraman. E'tibor beryapsizlarmi, tortimiz xolodilnikda 4 soat turgani bilan qotib ketmagan. Nonlari yumshoq, kremi propitatsiya qilgan. Mana oralarini ko'ryapsizlarmi? Krem unaqa haddan tashqari ko'p emas, me'yorida. Ekranda ham bo'laklarini ko'ringlar va albatta tayyorlab ko'ringlar. Bu tortni tayyorlab ko'rsatishimni muxlislarimiz iltimos qilishgan, kommentariyalarda yozishgandi. Mana sizlarga tayyorlab ko'rsatdim. Oralarini ko'rib turibsizlar. Hozir esa mazasini ko'ramiz. E'tibor beringlar, tort yumshoqqina mana osongina bo'linyapti. Juda ham mazali chiqqan. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.